Assalomu alaykum, aka-ukalar, vodiy g'olozlar obunachilari. Anchadan beri video qo'ymayotgandik. Jicha YouTube bilan chiqishimiz qiyin bo'lyapti, akalar. Joning sog' bo'ldi, hozir toblab sizlarga ko'p savollar tushyapti va tushunmayapti-ku, endi qo'ldan kelgancha tushuntiryapman. Ko'pchilik tushunmayapti-ku. Noldan qanday o'yinga chiqishgacha batafsil hammasini gapirib ko'rsatib bermoqchiman hozir, xudo xolasa. Mana xolosimiz bekorchilari bo'lgan, 3 marta bekorchi qilingan xolos. Men o'zimnikini aytmayapman, sizlarnikini aytyapman. 2-3 marta bekorchi qilingan. Bo'ldi, endi buni o'ynayman degan xolosingizni birinchi kun olib kelasiz. Birinchi kun olib kelib, bunaqa issiq joyga qo'yib, harorat hamma yo'g'i joyida bo'lishi kerak. Olib kelib, qo'yib, trenirovkani boshlaysiz. Hozir trenirovkani ko'rsataman. 2 kun qilasiz, 2 kun 10 tadan, yo'q bo'lmasa 20 tadan qilsalarini bir podxoddan qilasizlar. 10 minut, 15 minut oralig'ida vaqtlaring ketadi. Men hozir sizlarga ikkita har bitta mashqni ko'rsatib beraman. Ashini sizlar misol 10 tadan yo 15 tadan qilasizlar. 10 minut, 15 minut vaqtlaring ketadi 2 kun. 2 kundan keyin bir kun dam berasiz xolosga. Bir kun dam bergandan keyin 2 kun qilasiz, yana 20 tadan qilasiz. 20 tadan 2 kun qilib, bir kundan berib, xuddi shu naizda ketaveradi. Xullas 6 marta yo 7 marta 2 kundan qilinadi. O'sha 14 kun mashq qilinadi. Ichida 7 kun dami bo'ladi. 14 kun bilan 7 kun o'zi 21 kun bo'lyapti. 21 kunga 5 kun damini qo'shasizlar. 26 kun deganda xudo xolasa xolosni holati hamma yo'q o'rtacha holatda bo'lsa tayyor bo'ladi. Agar ozg'inroq bo'lsa, jicha tezroq tayyor bo'ladi. Semizroq bo'lsa, jicha uzoqroqda 30 kun, 35 kun ichida tayyor bo'lishi mumkin. Xolosni trenirovkasini endi ko'rsataman mana. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Birinchi mashqimiz mana. Har doimgidek. Mashqdan birinchi kunga 10 ta, 2 kun qilib turib bitta dam berib keyin boshlaganlarini 20 tadan qilasizlar. Ikkinchi mashqimiz mana. Bu ham xuddi shu borib kelish hisoblanadi. Keyin ozg'in xolosni qanotini o'rta qilish kerak, semiz xolosni qanotini o'rta qilish kerak. Hozir shuni ham aytib o'tib ketaman. Gap to'g'risida. Uchinchi mashqimiz boshlaymiz mana. Bunaqadan 20 ta. Birinchi boshlagan kunlaring 10 tadan, keyingisida 2 kun qilib bir kundan bergandan keyingisida 20 tadan qilaverasizlar. Xolosni holatini ko'rasizlar akalar. Xolosni holati nasl semiz bo'lib, nasl qiynalib ketsa, ikkinchi boshlaganlarini 10 ta yo 15 tadan qilaverasizlar. Holatiga qarab, o'ta ham nagruzka kelib ketmasligi kerak. Xolos o'pkasiga o'tib qoladi. O'pkasiga suv to'planib qoladi, keyin qiynalasizlar. Mana 4-chi mashqimizni boshlaymiz. Mana 10 ta boshida, 10 ta 20 tadan keyingi 2 kundan 2 kun qilib, bir kun damdan keyingisi 20 tadan bo'ladi. Bularni hozirlarga yeb ichishi, nima yeyish kerak, nima bilan baqish kerak, hammasini boshdan tushuntirib ketaveraman akalar. Keyingi mashqimiz mana. Semiz bilan ozg'in xolosni farqini sizlarga tushuntirsam oddiy, o'zi farq oddiy. Ozg'in xolosni bunaqa sekinroq mashq qilsalaring, tanasiga olib, tanasi ishadi. Sal tezroq yo'g'onlashib, misol kilo oladi-da, to'g'riroq, kilo oladi. Sekinroq qilsizlar. Mashqimiz endi buni bo'yin mashqi esdan chiqib qoldi. Bo'yin mashqini qilasiz. 10 ta ag'iga, 10 ta bag'iga. 2 kundan keyin, bir kun dam olgandan keyin shu 20 tadan bo'ladi. 20 tadan bo'lgandan keyin endi mana. Buni 50 ta qo'ysalang ham, 100 ta qo'ysalang ham ziyoni yo'q. Bu foydasi kuchli narsa, keyin xolosda xoliqtirib olmaydi. Qanotlariga, oyoqlariga narsa foyda beradigan narsa. Xolosimiz mashqlari bo'ldi. Endi yengil atletika deydi-ku, yengil mashqlar. Mana. Bundan 20 ta.
Keyin nardan 20 ta. Bu ozg'in xolosda aytganimdek sekin mashq qilsizlar. Endi semiz xolosda aytaman, qara mashq qilish. Semiz xolosda mana shu oddiy mashq bo'lsa, iloji boricha qoqilib ketmasdan avvalo tez mashq qilsizlar. Tez mashq qilganda jichcha qo'lmaga tushib, o'ziga keraksiz semizlik bo'lsa, oziydi xolos. Endi chopilishni bu tarafidan 20 ta qilgandan keyin, oldi 20 ta bo'lgandan keyin yana bitta bo'yin mashig'i mana. Bundan ham 20 ta qilasizlar. Aka-ukalar videoni oxirigacha kuzatib kelganlar bo'lsa, obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysin. Like bosmaganlar like-ni bosib, oshna og'aynilaringga xolosini toplanmayotgan, qiynalayotgan odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammani ham qo'lidan keladigan narsa bu. Endi yeb ichishga o'tadigan bo'lsak, men o'zim baqayotgan pitaniyani aytib qo'yaman. Kech paytiga makka beryapman, go'sht beryapman. Keyin nima deydi? Qora yetim deyotgan ko'p joyda biz endi bombada bo'lganini qo'yganmiz. Qora yetimdan berilyapti. Ertalapiga oq juvari, обязательно go'shti. Keyin har 2 kun, 3 kunda bir chesnoy, piyoz beriladi. Ora kunda olma, sabzi, banan, shunaqa narsalar vitaminga berilaveradi. Shu narsalarni berib, agar ko'chada yurgan, makonda yurgan xoloslarni toplamoqchi bo'lsalaring, ashularni bir hafta yoki 10 kun berib turib, ichi kuchga to'ldirib olgandan keyin topni boshlab, top jarayonida ham shu bir xilda beraverasizlar. Hammalaringga rahmat, sog' salomat bo'lavering.